SPF ni nimaga qarab tanlab olish kerak? SPF ni birinchi o'rinda tanlab olishingiz kerak yuz turingizga qarab. Chunki ba'zi SPF'larda bor, yog'lilik teksturasi balandroq bo'ladi. Tabiiyki buni kombi yog'li yuzda olish kerak emas. Chunki ishlatgan paytingizda teringiz bilchillab, yana ham yog'lanib, ko'rinib qoladi, xunuk bo'ladi. Ikkinchisida SPF ni yoshga qarab ham olish kerak. Ko'pchilik SPF'larda, shaxsan o'zim biladigan dermatologik SPF'larda ham urug'uni ko'proq quyoshdan himoya qilishga ham qaratadi-da, qo'shimcha narsaga ishlasin, ya'ni bu marketing tomonidan sizga mana hech qaysi brend aslida aytmaydi, dermatologlar aytmaydigan narsa, marketing tomonidan ishlasin deb yozib qo'yadi. Wrinkle improvement deb turib yoki for wrinkle reduction deb turib yozib qo'yadi, ya'ni ajinlarga ishlovchi degan. Tabiiyki bu degan uni tarkibida ajinlarga ishlaydigan oz miqdorda bo'lsa ham o'zi unaqa katta yordam bermaydi, ajiningiz yo'q qilib qo'ymaydi SPF, lekin ajinlarga ishlaydigan tarkib bor degan. Shuni hisobiga agar wrinkle improvement degan yozuvni ko'radigan bo'lsa, bu SPF ni 25+ yoshlar ishlatgani ma'qulroq bo'ladi.